Buvam aytqan hikmetler. G'ayvatxo'rning halokati tez. Ovozda G'uncham Ro'zi. Burun bir mo'may bilan bir buvay o'tgankan. Ular ömürdə 2 qiz farzand ko'rgankan. Qizlari cho'ng bo'lganda biridan keyin yana birining to'yini qilib uztibdi. Mo'may bilan buvay uyda g'erbona bo'lib yolg'iz qapti. Buvay aq ko'ngil, to'g'ri niyatli ekan. Mo'may g'ayvatxo'r ekan. Mo'may cho'ng qizning uyiga borganda kichik qizining g'ayvatini qildi ekan. Kichik qizining uyiga borganda cho'ng qizning g'ayvatini qildi ekan. Shunda qilib Mo'may 2 qizini bir-biriga yomon qilib qo'yibdi. Buvay qadinasiga siyliq aytsa anglamabdi. Ağırtıp aytsa ahanetga qapti. Shunda qilib buvay dardini ichiga yutib, nomus ichida olamdan o'tibdi. Hadi singilmi bara-bara onasining g'ayvatxo'rligini bilib, o'zaro yaxshi xo'p bo'lishibdi. Ular onasiga nasihat qilibmi, g'ayvatxo'rlikdan qoldira olmabdi. U ikkisi onasidan zerikibdi. Mo'may cho'ng qizning uyiga kelsa, uyga kirgizmaydigan bo'pti. Kichik qizining uyiga borsa, u kelishi bilan ishni taqvabdi. El yurtmi Mo'mayga nazar solmaydigan bo'lyapti. Mo'may o'z uyida tikandek yolg'iz qapti. Uning dunyolikda bir mushki bo'lib, u shu mushkka el yurtni, qizlarni yomonlab g'ayvat qildigan holatga qapti va shundaq yeganlik bilan dunyodan o'tibdi. Hikmat. Sen g'ayvatga qancha berilsang, hayot shoning shuncha xiralishidi. Sen mayli kimning g'ayvatini qil, u yanala baribir g'ayvat. Shunga bu illatingni tashlab, g'ayvatsiz hayotingni boshla. Shu chog'dala sen hayotning naqadar go'zalligini texim his qilasan.